Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan urologiyaga oid yana bir mavzu haqida gaplashib o'tamiz. Bu ham bo'lsa peshobda o'tkir tutilishi. Ya'ni peshobda o'tkir tutilishi deganimiz sidik qopidan o'sha bemorni o'zi xohlamagan holatda peshobda ajralishini buzilish yoki yo'qolib qolish haqida gaplashamiz. Bu peshob ajratib turadigan paytda ham yuzaga kelib qolishi mumkin bu holat. Ya'ni mana bemor siyib turibdi, shu holatda birdaniga tutilib qolishi ham mumkin yoki peshobga chaqiriq bo'ladi, lekin borib turib siyarmaydi. Mana shunaqa holatda ham bo'lishi mumkin. Va bundan tashqari peshobda biz o'tkir tutilishi deyapmiz. Bu gapdan ko'rinib turibdiki, demak surunkali tutilishi ham bor peshobda. Bugungi videoda biz faqatgina o'tkir tutilish haqida gaplashib o'tamiz. Demak, boshladik. Hozir aytib o'tganimdek, peshobda o'tkir tutilishi peshobni ajrata olmaslik. Endi bundan tashqari anuriya degan tashxisimiz ham bo'ladi. Anuriya degani peshob yo'qligi degani. Ikkalasining bir-biridan farqi bu anuriyada ko'proq buyrakda sidikni hosil bo'lishi buziladi. Ya'ni buyrakda o'zi tagida sidik hosil bo'lmaydi. Bu kasallikda peshobda o'tkir tutilishida sidik qopigacha keladi. Peshob buyraklarda hosil bo'ladi, o'sha yuqori sidik yo'llari orqali sidik qopigacha keladi va sidik qopidan tashqariga chiqib keta olmaydi. Anuriya deganimizda bu sidik qopigacha kela olmaydi. Unda ham shunaqa holat bo'lishi mumkin. Buyrakda sidik hosil bo'lib turib, sidik yo'llari berkligi oqibatida sidik qopigacha kela olmasligi mumkin unda ham. Bu o'tkir tutilishda sidik qopigacha keladi. Sidik qopida infravizikal obstruksiya deymiz, ya'ni infravizikal deganimiz sidik qopini ostidagi degani, sidik qopini pastdagi, obstruksiya deganimiz bu berkilish degani. Shu sidik qopini ostidagi berkilish sababli peshobni tashqariga chiqib keta olmasligi bu sidik tutilishi deb yuritiladi va o'tkir va surunkali sidik tutilishi bo'ladi. Bunga nima sabab bo'ladi? Bunga anatomik sabablar bo'lishi mumkin yoki nevrologik sabablar bo'lishi mumkin. Ya'ni nerv bilan bog'liq sabablar bo'lishi mumkin. Sababi bu biz sidik qopimizni to'lganligini his qilish va o'zimiz miya bilan boshqargan holatda o'sha sidik qopini sfinkteri deymiz, sfinkterini ochish, bu narsalar nerv bilan bog'liq bo'ladi. Mana shu nerv tarmoqlarida qandaydir buzilishlar bo'ladigan bo'lsa ham o'tkir tutilish yuzaga keladi. Bu nima bo'lishi mumkin? Bu haligi sevimli umurtqa pog'onasini churralari. Umurtqa pog'onasida churralar bo'ladigan bo'lsa, sidik qopini innervatsiyasi, ya'ni nerv bilan ta'minlanishi buziladi. Natijada tutilish yuzaga kelib qolishi mumkin. Yoki umurtqa pog'onasini jarohatlar bo'lsa ham shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Avtoavariya bo'lishi mumkin yoki o'sha oldin bo'ladi, cho'ralarda operatsiya qilingandan keyin jarohatlanish bo'ladi. O'sha sohalarda o'sha odamlarning ko'pida yo sidik tutalmaydi yoki sidik tutilish yuzaga keladi. Sidik tutalmaydi deganimiz bu o'zi xohlamagan tarzda sidikni tashqariga chiqib ketishi deganimiz. Ikkala holatdan bittasi yuzaga kelib qolishi mumkin. Ya'ni o'sha nerv bilan bog'liq holatda. Yoki yana nerv bilan bog'liq qandli diabetlar. Qandli diabet kasalligimizda ham nerv tomirlarini, mayda nerv tomirlarini o'lish kuzatiladi. Natijada qandli diabetda ham peshobda o'tkir tutilishi yoki surunkali tutilishi kabi narsalar yuzaga kelishi mumkin. Endi bu narsalarni hammasini umumiy qilib turib neragen quvuq deb ham yuritiladi. Ya'ni shunaqa tashxis ham bor. Endi anatomik sabablar dedik. Anatomik sabablar nima bo'lishi mumkin? Bu ko'proq erkaklarga xos bo'lgan kasallik hisoblanadi. Endi ayollarda ham uchraydi, unga ham kelamiz hozir. Bu ko'proq erkaklarga xos kasallik. Erkaklarda shundayki, mana sidik qopidan keyin tashqi sidik kanaliga qarab ketadi. Sidik yo'li bor, o'sha tashqi sidik yo'li va xuddi shu joyda sidik qopining tagida prostata bezi sidik kanalini o'rab turadi. Ya'ni prostata bezining o'rtasidan sidik kanali o'tib ketadi. Ma'lumki, yoshi katta odamlarda, o'sha 50 yoshdan keyin bo'ladi ko'pincha, yoshi katta odamlarda prostatani giperplaziyasi deymiz, ya'ni prostata bezining kattalashuvi kuzatiladi va bu kattalashuv tabiiyki bu sidik yo'llarini qisadi. Sidik yo'llarini qisgandan keyin bu joydan peshobga o'tishi qiyin bo'lib qoladi. Ko'pincha prostatani giperplaziyasi bo'lgan odamlarda surunkali sidik tutilishi bo'lib yuradi. Ya'ni yaxshi siyalmaydi, sidik qopida qolib ketaveradi. Qolib ketgandan keyin sidik qopini kengayish yuzaga keladi. Sidik qopi kengaygandan keyin buni innervatsiyasi dedik. O'sha nerv bilan ta'minlanishi yoki boshqarilishi buziladi. Natijada qaysidir bitta paytda o'tkir tutilish yuzaga kelib qoladi. O'zi
uzi qilganimizda qolliq siydikni aniqlaydigan bo'lsak, bu odamlarda qolliq siydik qolib yuradida, keyin bir kun umuman siyalmay qoladi. Shunaqa holatlar bo'ladi. 80% holatda peshobda o'tkir tutilishi bu prostata bezining xavfsiz giperplaziyasi yoki adenoma ham deb yuritiladi. Prostatani adenomasi deydi ham, bu eski nomi. Mana shu narsa oqibatda yuzaga keladi. Bundan tashqari yana nima bo'lishi mumkin? Prostata bilan bog'liq prostatani o'smalari bo'lishi mumkin. Prostatani o'smasidan xuddi shunaqa adenomaga o'xshab prostata kattalashib ketadi, natijada siydik yo'lini berkitib qo'yadi, to'sib qo'yadi, natijada peshob tutilishi yuzaga keladi. Yoki prostatitlar. Prostatit deganimiz bu prostatani yallig'lanishi. Ma'lumki, yallig'lanish bo'lgandan keyin to'qimalashish yuzaga keladi. To'qimalashgandan keyin bu joyda yana o'sha mexanik to'siq yuzaga keladi. Va bundan tashqari yallig'lanish bo'lgandan keyin o'sha atrofda ham innervatsiyasi ham, ya'ni nerv bilan boshqarilishi ham buziladi va narigi sababga ko'ra ham, ya'ni har ikki sababga ko'ra ham peshobda o'tkir tutilishi yuzaga kelib qolishi mumkin. Yana nima bo'lishi mumkin? Mexanik sabablar yana toshlar bo'lishi mumkin. Buyrakdan tosh ko'chdi yoki siydik qopida bir sabab bilan tosh paydo bo'ldida, bu ko'chib turib siydik yo'liga o'tdi, tashqi siydik yo'liga o'tdi va o'sha joyda to'xtatib qo'yishi mumkin. Bunaqa narsalar ham bo'lishi mumkin. Umuman peshobda o'tkir tutilishi mana shunaqa mexanik sabablar bilan bo'lishi mumkin yoki haliga aytganimizdek nevrologik sabablar bilan bo'lishi mumkin. Endi ayollarda nima sabab bo'ladi? Ayollarda prostatasi yo'q-ku. Ayollarda prostata yo'q bo'lgani bilan ularda bachadon bor. Va bu bachadonni tushishi bo'ladigan bo'lsa, oraliq sohasi, o'sha tos sohasini kichik tos bo'shlig'i deymiz, bu nisbatan torroq, bu suyaklarning orasidagi joy kengaymaydi. Agar bachadon pastga tushib, o'sha joyga tushib qoladigan bo'lsa, siydik nayini bosib qolishi mumkin. Tashqi siydik nayini bosib qoladi va natijada siydik tutilishi yuzaga keladi. Bu ayol bachadonni siydik yo'lini bosib qolgani uchun ham siyalmay qolishi mumkin. Bunaqa holatda endi operativ davolanadi. Asosiy sabablari mana shulardan iborat. Mana ikkita asosiy yo'nalish yoki asosiy bo'lim bo'ladi. Ikkita asosiy sababi bu holatda mana shulardan iborat. Endi buni nima yomon tarafi bor? Buni yomon tarafi mana doim aytib kelaman, qayerda suyuqlik yig'ilsa, bu suyuqlik qanday suyuqlik bo'lishidan qat'iy nazar, bu peshobmi, bu qonmi, bu oddiy suvmi, o'sha artezan suvi deymiz, yoki hattoki mana ko'p misol qilaman, spirtli boylamlar bo'lardi. O eshiklarga gripp sezonida boshqa paytda ohakka botirib yoki spirtga botirib o'rab qo'yilardi. Ma'lum vaqtdan keyin o'sha spirt uchib ketgandan keyin suyuqlik qoladi, bu joyda infeksiya yig'ilishni boshlaydi. Bu infeksiya o'chog'iga aylanadi. Xuddi shuningdek, siydikda ham to'planib qolishi bu ertaga siydik qopida infeksiya o'chog'ini yuzaga keltiradi. Infeksiya o'chog'i deganimiz endi yallig'lanish. Sistit bo'lishi mumkin. Sistit yuqoriga ko'tarilib buyraklarda yallig'lanish, ya'ni pilnefrit bo'lishi mumkin yoki orxiepididimit deymiz, moyaklarda yallig'lanish yuzaga kelishi mumkin. Umuman bu joydagi yallig'lanish o'z vaqtida davolanmaydigan bo'lsak, atrofga tarqalib ketib qolish ehtimoli bor. Bundan tashqari, yallig'lanishdan tashqari yana siydik qopini yorilishi yuzaga kelishi mumkin. Siydik qopi yoriladigan bo'lsa, siydik qopi bu kavak a'zo hisoblanadi. Ya'ni buni ichi bo'sh. Bu bo'sh turgan paytda, ichida peshob bo'lmagan paytda jarohatlanishdan qandaydir ma'noda himoyalangan bo'ladi. Bo'sh turgan paytda qandaydir jarohatlar bo'lsa, baribir ichida hech narsa yo'q, hech qanaqa zarar tegmasligi mumkin. Lekin buni ichida peshob to'la turgan paytda, ya'ni o'tkir siydik tutilishi bo'lib turib, peshob to'la bo'lib turgan paytda shu odamga qorin sohasiga qandaydir jarohat bo'ladigan bo'lsa, travmalar bo'ladigan bo'lsa, yengil jarohat ham bu siydik qopni yorib yuborishi mumkin. Bu siydik qopi yorilib ketadigan bo'lsa, siydikli peritonit deyiladi, ya'ni siydik qorin bo'shlig'iga chiqib ketadi, natijada peritonit, ya'ni qorin pardani yallig'lanishi yuzaga keladi. Bu endi anchagina jiddiy kasallik hisoblanadi. Shu va shu kabi asoratlarga sabab bo'ladi. Siydik tutilishi, infeksion yallig'lanishlar, mana shunaqa peritonitdek yoki siydik qopining jarohatlari shu kabi narsalarga sabab bo'ladi va siydik tutilishi davom etgan sari siydik qopining innervatsiyasi ham buzilaveradi. Natijada bu holat yanada og'irlashib, yanada chuqurlashib boraveradi. Va paradoksal ishuriya degan narsamiz bo'ladi. O'zi bu peshob tutilishi ishuriya. Paradoksal ishuriya degan narsamiz bo'ladi. Ya'ni paradoks degani bu teskari degandayda. O'zi haligi erkakda siydik tutilishi bo'lib turibdi va o'zi xohlamagan tarzda siydigi chiqib ketib qoladi.
ba'zan biladi, bunaqa odamlar bor, haligi shunaqa narsani boshdan o'tkazgan odamlar bor, o'zlari biladi. O'zi siyalmaydi, lekin ishtoniga chiqib ketaveradi o'zi xohlamagan paytda. Mana bunaqa asoratlari ham bor. Ya'ni bu endi hayot sifatini juda sezilarli darajada yomonlashtiradi u odamda. Endi qanaqa qilib aniqlaymiz bu kasallikni? Bu kasallikni aniqlash oson, juda osonligiki, shunchaki bemor sizga siyalmayapman deb keladi. Siyalmayapman deb keladi va biz o'sha qo'l sohasini shunday qo'l bilan ko'rib turib, ishib yotgan siydik qopini ko'rishimiz mumkin. O'sha kattalash shar simptomi deydi, ya'ni shar deganni endi bilasizlar, mana sharga o'xshab ishib yotgan, ayniqsa ozg'in odamlarda bilinadi. Shunday ko'rib turib, bu peshobi chiqmayapti, buni peshob tutilishi bor bu odamda deb turib, shunday ko'rib turib aytish mumkin. Juda bo'lmasa uzi tekshiruv qilinadi, siydik qop ketganligi aniqlanadi. Bu odam qancha vaqtdan beri siymayapti, buni so'raymiz, uzi tekshiruv qilamiz. Peshobda qop ketganligi aniqlanadi. Shu xolos. Va sababini aniqlash maqsadida boshqa tekshiruvlar qilinadi keyinchalik. Ya'ni haliga aytganlarim, bu prostata bilan bog'liqmi, bu bachadon tushishi bilan bog'liqmi, bu nerv bilan bog'liqmi, bu narsalar aniqlanadi. Va surunkali siydik tutilishi bo'layotgan bo'lsa, endi yuqorida aytdim, bu buyraklarga ko'tariluvchi infeksiya bo'lishi mumkin, buyraklarda dimlanishlar bo'ladi va buyraklarning faoliyatiga baho berib qo'yish kerak bo'ladi. Buning uchun o'zini maxsus testlari bor. Birinchi o'rinda shu so'rab surishtirish, bemorning holati, shishlar bormi yo'qmi, siyish holati qanaqa, uzi tekshiruv qilishimiz mumkin, shu buyraklarni ko'rishimiz mumkin. Peshobni tahlillari, qonni biokimiyaviy tahlili deymiz, o'sha tahlillarni qilib turib, buyraklarning faoliyatiga baho beriladi. Va shu tariqa bemorning umumiy holati baholanadi. Lekin bunga qadar bu bemorga biz yordam berishimiz kerak. Bu holat shoshilinch holat hisoblanadi. Ya'ni birinchi o'rinda yordam berib qo'yishimiz kerak, undan keyin qolgan tekshiruvlar qilaveramiz. Yordam berishimiz nimadan iborat? Mana shu to'planib qolgan siydikni chiqarib olishdan iborat. Chiqarib olish uchun bizda ikkita yo'l bor. Bitta yo'li, birinchi yo'li, eng birinchi qilinadigan bu kateterizatsiya, ya'ni o'sha rezinka kateterlar yordamida siydik yo'llari orqali siydik qopiga kiriladi va o'sha siydik chiqarib tashlanadi tashqariga. Agar biror bir sabab bilan kateterizatsiyaning imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa, bizda ikkinchi yo'limiz bor. Bu sistostoma deyiladi. Ya'ni sisto degani bu pufak, stoma degani og'iz degani, ya'ni o'sha siydik qopiga qov ust sohasidan, ya'ni bemorning qorinda old devorni o'sha pastki qismi teshiladida, o'sha yerdan trubkacha qo'yib qo'yiladi. Ya'ni kateter qo'yib qo'yiladi. O'sha yerdan siydigi chiqib turadi. Asosiy muammoni hal qilib olganimizgacha. Asosiy muammoni hal qilib olsak, ya'ni bu ko'proq mexanik sabablar bilan bog'liq, o'sha prostatasi bilan bog'liqmi, bachadon bilan bog'liqmi, shu muammolarni hal qilib oladigan bo'lsa, keyin bu kateter olib tashlanadi, keyin bu sistostoma olib tashlanadi, sistostomani o'rni bitib, berkilib ketaveradi. Endi kateterni o'rnida siyib turadi u odam. Endi haliga aytgan nevrologik kasalliklar bo'lsa yoki qandli diabet oqibatida bo'lsa, bu vaqti bilan siydik tutilish yuzaga kelib turishi mumkin. Uni endi doimiy davolanib yuradi. Zarur bo'lgan paytda kateterizatsiya qilinishga to'g'ri kelib qolishi ham mumkin. Mexanik sabablardan endi ko'proq operativ davolashga to'g'ri kelishi mumkin. Endi adenoma siydik tutib turgan bo'lsa, siyalmay turgan bo'lsa, buni olib tashlash kerak yoki bachadon tushib qolgan bo'lsa, buni yoki ko'tarish kerak yoki olib tashlash kerak. Umuman bemorning holatidan kelib chiqib turib hal qilinadi. Sizlar biladigan narsalaring eng muhimi, eng keragi siydik tutilmayaptimi yoki siydikni tutilmayaptimi, siydik chiqmayaptimi, yaqinlaringda kimdadir o'zlaringda ham bo'lib qolishi mumkin, qo'ni qo'shninda bo'lib qolishi mumkin. Siyalmayapman dedimi, zudlik bilan urologga olib borish kerak va buni o'shani hal qilish kerak. Ya'ni o'sha siydikni chiqarib tashlash kerak bo'ladi. Bu mavzu bo'yicha asosiy aytadiganim shulardan iborat. Yana qanaqa savollar bo'lsa, odatdagidek sharhda qoldirsalaring bo'ladi. Vaqt topib, imkon topib javob berib o'tishga harakat qilaman. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysangiz, yangi joylangan videolardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lib turasiz. Omon bo'ling.